musobaqamizni 3-turga marhamat aylab turibmiz. Alloh taolo barchaga kuch-quvvat, g'ayrat, shijoat ato aylasin. Savol. 15-savolimiz ayollar hajining erkaklar hajidan farqlarini hammasini keltirishingiz kerak. Birinchisi, boshini ochmaydi, yuzini berkitmaydi, qalbiyani maxfiyat etadi, saydagi o'sha ikkita yashil chiziq o'rtasida yugurmaydi. Sochini qirmaydi, balki qisqartiradi. Tavofda o'sha polvoncha yurmaydi. Agarda o'sha safar masofasi bo'ladigan bo'lsa, mahram shart qilinadi. Hayvonlardan qo'ylarining zakotidan bitta qo'y, tuyalarining zakotidan ikkita tuya, qoramollarning zakotidan 3 ta sigir berishi uchun eng ko'p nechta qo'y, nechta tuya va nechta qoramoli bo'lishi kerak? Birinchi eng ko'pi bilan zakotda qo'yda bitta berishlik uchun eng ko'p bilan 120 ta bo'lishi kerak. Tuyada 149 ta, sigirda 119 ta. G'asb so'zining istilohiy ma'nosini to'liq keltiring. G'asb istilohda o'zganing molini oshkora, iznisiz tortib olish.